Biz yoshligimizda tinmasdan o'qirdik. Agar chiroq o'chib qolsa, pillik chiroq yoqib dars qilardik. Senlar bilmaysanlar. Shuncha sharoit bo'lsa ham o'qimaysanlar. Nimani o'qiganingiz to'g'risida ham gapirasizmi ustoz? Shuncha gapni kim gapirdimi hozir? Bu gaping bilan nima? O'qimagansiz demoqchimisan? Biz ustozlar gapirsa jim eshitardik, gapni bo'lmasdan. Ertaga yakuniy. Hammang tayyorlar. Tushunarlimi? Tushunarli. Barcha hayvonlar teng, lekin ayrimlari qolganlardan-da tengroq. Misol keltiraman ustoz. Xo'p, Maktabda bolalar bilan urushib rektorning xonasiga kirsak, hammamizni ota-onamizni chaqirtirishardi. Faqat bitta boladan tashqari. Unga bo'lsa, nega sen bularga qo'shilding deb chiqarib olardi. Aslida esa hammasini o'sha bola boshlagan bo'lardi. katta og'a nima desa shu. 2 kere 2 5 dedimi? Demak 5. Oyim 1965-yilda tug'ilganlar. O'sha paytda Amir Temurni Temur lang kalla kesar qotil deb ta'riflab o'qitishgan ekan. Hozirgi paytda esa Amir Temurni kuchli sarkarda, milliy g'ururni uyg'otuvchi shaxs deb ta'riflab o'tishgan. Nima uchun o'qiyapmiz? O'zimiz uchun o'qiyapmiz. Faqat yakuniy nazoratdan o'tish uchun emas. Sizlardan ko'nglim to'q. Bahromov, sizni talabalaringiz hammasi imtihondan o'tgan. Yana 5 ga. Mana Aliyev 30% talabalariga qiling.